Yur aka, bizga eng qizig'i bu kapitalniy remont necha pulga tushdi? Uy egasiga. Uy egasiga kapitalniy remont tak, mebellari, material, usta haqlari bilan ichida To'liq 15 ming atrofida ketdi. 15 ming atrofida ketdi. Может, plus-minus ozgina ziyod ketgan bo'lishi ham. Hop, bu 58 kvadrat, 2 xonali uy. To'liq hozir topshirishga tayyor holatga kelib bo'ldi hozir. Bo'lgan почти. Siz bizga ham eng qiziq deb bavirgan. Sizniki necha pul bo'ldi? 58 kvadrat bo'lyapti. Bizlardagi endi har xil vaziyat bo'ladi. Mana bu holi mana mashitni o'zida qo'lingizga necha pul tegadi sizni? 2 oy ishladingiz-a, yolg'on bo'lmasa. 2 oy ishladim. 2 oy ishladim. Ya, 2,5 oy pashti, ya. Necha pul tegdi qo'lingizga? 2,5 ming ish haqqi bo'ldi, yana doprabotalar bo'ldi, mелочилар. Necha pul общий? Qo'lingizga teggan. 2800. 2800. U 2,5 oyga normalmi? Qoplamaydi-yu, no sal sog'lik не позволяет qilgani uchun cho'zilib ketdi. Ha, u tezroq bitirib chiqib ketadi. Da. O'shanga. Aka, rahmat. Tezroq. Ishingizga rivoj. Menga uy yoqdi, juda chiroyli.